Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2018 yil 11-8 kuni Germaniyaning München shahrida Dunyo qurultiyi saylanganligi Sharq Turkiston milliy qurultiyi yig'inini nahmiyatini qarindoshlar sunmotina. Bundan boshqa Dunyo qurultiyi saylanganligi ammo yoshlar o'zlari tashkillanib o'rinlashtirgan Dunyo Uyg'ur yoshlari hamkorlik uchrashish yig'inini sizlarga video orqali olsun ko'rsatishini tuvanda nahmaylarga yig'in zaliga kiramiz. Biz ishlagan chaqda burun vatandan odamlar chiqib keladi. Ular bizni ko'rib, ular bir to'p avtobuslar bilan to'plab bir tasdigan yerimizda kirolmanda sizlarga bir to'p odamlar kelyapti bizning yerimizga. Endi vatandan chiqqanda ular bizga qarab yig'labdi-da. Rahmat deydi. Sizlar bizni unutmaysizlar ekan deydi. Qozog'istonda yashayverib bir qayt bo'lmasmi? Sizlar tarixni unutmaysizlar deydi. Ular yig'lab bir parcha Qur'onni o'qiydi, duo yaxshilar uchun duo qiladi. Ammo cho'g'ishlar jiqsh qiladi. Endi ba'zi sabablardan endi Xitoyni endi qarab turmaydi bu ishlarga. Yomon kishi chiqadi O'rta Aziyaga bizakni bo'libdi. Nechta O'rta Aziyada Shanghai Organization'da. Endi Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligi endi Xitoy kuch chiqqanidan keyin bu ishlarni to'xtatdi. Hozir u tashkilot bor, ammo siyosatga aralashmaydi. Uning tushunimizda endi. Ammo u bor, bu tashkilot endi madaniyat tarafidan ishlayotdi. Ishlaydilarmi? Ishlayotdi. Asosan yoshlar bo'lgan kim yoshlar tilni saqlash, endi madaniyat tarafdan teatrga yordam berib, bizga Qozog'iston ittifoq yozuvchilarimiz bor. Aşağıda yerden bir atıldı. Bizim böyle yazmışlarımız bize 50, 60 mı, 70, 100 mü yazmışlarımız var. Onların kolunu sakın bulmaydı. Hiç insanlar her bir faaliyatta biz faaliyet kısak yazmışlarını çağırırız, tiyatrodaki adamlarını çağırırız, her bir taşkılat adamlarını çağırıp biz elde iş oluruz. İşte çok faaliyetini kılmayız elbette ama bu sesini alıştırmayız da yani. Alişir, 5 minut bakmış kaldı. Ya şu an oraya bakın. Tamam. Sola olsa. Apam belli kanıdır. Qozog'istonda hozir yoshlar guruhi qurilishda yaxshilabdi. Hozir bizning vatandagi zulmni asadagi xalqqa avuntish birinchisi. Ikkinchisi Xitoy qozoqning qiynaladi, qirg'izning qiynaladi, hammasi qiynaladi. Sizlar ashu xalqni mesela kuchgatib, qarasini qozog'ning qo'lida degandek mishta yo'llar bilan ashlarning bir kuchgatish, Xitoyga uyushmalarga tekin oshirish majatdan bir taktikalar atmoqatamsizlar. Sizni bir savolni bergandim. Mana javob men sizga beray. Biz Qozog'istondagi turayotgan yoshlar bo'lsinmi, cho'nglar bo'lsinmi, biz bu qozoq har bir odamning bizniki qozoqmi do'stlarim bor, o'rusmi do'stlarimiz bor. Endi men desam yoshlar tarafdan, ular qo'zg'andi, o'yg'andi, qozoq tarafdan desakmi, Uyg'ur yoshlar tarafdan desakmi bu. Biz da'vatimiz, ularni da'vatidir. Ammo qanday dedi endi hukumat bir endi hukumat uchunimiz mumkin-da. Bir qarzlarimiz bor, ularning qarzlari bor. Ularning endi kuchli Xitoyning chiqarib yaqin bo'lgandan keyin bir tarafdan Xitoy bo'lgandan keyin bir tarafdan O'rus bo'lgandan keyin biz endi 15 million inson bo'lgandan keyin endi liderlikni bilishdan ularni bildi, ularni vatanda bo'lgan narsalar qozoq yozuvchilar, qo'shni yozuvchilar bizdagi prezidentga xat yozgan. Namoyish uyushtiraylik. Biz bu yerda bo'lamiz. Agar qozoqlar namoyish chiqsa, biz bu Uyg'ur yoshlar qarab turmaymiz deb qo'ygan. Nima
beden o yalnız kazak olan ne ki olan mı oylan değil ama yaşamı bizim yaşlar elimiz dilimiz değil. Hem de biraz bu. Sual. Oldu. Mesela bu Kazakistan'da, Kırgızistan'da bütün Avrasiyadaki kaygılar bizden dilimiz de bilemez. Tarihimiz muhtaç. Ama lakin dilimiz Kazakistan'da, Kırgızistan'da özlerinin tarihini yana mükemmel bilmektir. Başlayıp açıdan. Mesela bunun şu tarihi cihetki ortakçılık ne? Çünkü özünün tarihini kimligini bilse, ben öyleyim avtomatik halda bu Şərq Türkistan'ın davasının ilgisi olamaydığını da söyleyemeyiz biz. Şu gibi mesela ulağa özlerinin tarihini, özlerinin medeniyetinin nereden kelip çıkanlığı yakınız bir ortak bir köylük şekilde medeniyet anlaşılış yakınız ögütüş bir iştirip olgan. Endi buğanlı, endi bu İslam bu atıdır razı. Ama biz özümüzün tarihini desek, endi her insan özüm, eğer biz Uygur tarihini desek, başkalarına Şərq Türkistan tarihi, Uygur tarihi. Şərqi Türkistan desek, asli bizde Orta Asya'da biz Şərqi Türkistan demeyiz. Biz Şərqi Türkistançılar biz Uygur'stan mı demeyiz? Ya ki Uygur ya demeyiz. Ya ben topta ben ahirinde davans kurmam. Şərqi Türkistan meselesi de yalnız mı bana koyacak biz yalnız Uygur'un davafatımız. Ama ola bilip durup endi ben düşüngan adamlar var, düşünmeydigan adam var. Bazı to'xtigan adamlar var, ayrışmaydı. Ama kurus geldi bu atıdı ama bir iş bu geldi yok. Hiçbir zaman oldu ola. Ben qo'shib qo'yay. Bir minut vaqtimizda men qo'shib qo'yay. Shu tarixiy savol bo'yicha. Endi siz degandek tarixni ular yaxshi bilmaydi. Hozirgi vaqtida Uyg'ur tarihi uchun gap qilolmaydigan bir kishi adam yo'q bo'lgan bir mamlakat yo'q bo'lgandan keyin ular jiq Uyg'ur tarixini o'z nomiga yozib shuning uchun odat, madaniyat, tarixni yozib bizda shuning uchun ular biz degan gaplarni biz haqiqiy tarixini ular qabul qilmaydi. Ular bizning tariximizni o'ziga yozib olyapti. Ben bundan demek istiyorum ki kalkın sualın idrak etkenlikle düşünürsen demek ki biz kendimiz mesela politikayı boyunca çalışırlar. Sonra onlar nereden kaçtığımızdan neydi, yüz pasajımızdan neydi, onlar ne bilmiyor. Çünkü Ulan'ın çoğundatısı. Demek ki olunca, demek ki olan bu çoğundatısı benim emez, bizden çoğundatısı demek ki demek ki oluyor.